aziz adabiyot ixlosmandlari, yosh ijodkorlar, tarjimonlar bo'lajak. 10 aprel buyuk bobomiz, ajdodimiz, jadid bobomiz, tengi yo'q adibimiz Abdulla Qodiriy tavallud topgan kun. Bilasizlar, mana shu ona Toshkent shahrimizda Eshonguzar mahallasida tavallud topgan 10 aprel sanasida. Shu munosabat bilan hozir iste'dodli, iqtidorli talabamiz, yosh shoira Oygul Komilova o'zlarining muxtasar fikrlarini aytib, bitta she'r o'qib beradi. Marhamat. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek, o'zini hurmat qilgan inson Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar asarini bir marta emas, bir necha marta o'qigan bo'ladi. Chunki nimaga desangiz, uni o'qigan odam hech qachon oilaga xiyonat qilmaydi va hattoki vatanga ham xiyonat qilmaydi dedilar. Bu jadid bobomizning aynan mana shu asarini she'riy satrlar orqali bayon eta olgan ustozimiz To'lqin Eshbekning Jadidlar Javhari kitobiga kiritilgan o'tgan kunlar she'rini o'qib bermoqchiman. Otabek va kumush qismatin yozgan edi romandan parcha. Yoritilgach bitta jurnalda hayrat ichra qolgandi barcha. Hayajonli sevgi qismati muxlislarni etgan edi lol. Hasadgo'ylar tirnoq ostidan kir qidirib qaddi bo'lgan dol. Qodiriychi his etgan shunda yozuvchilik mas'uliyatin, haqgo'ylikni quruq so'z nadir, nimalarda erur xayol chin. Millat dardi, o'tmishi, sha'ni muqoyasa topmog'i lozim. Oqni qora demasdan bo'lgin, haqiqatga sodiq mulozim. Ul ustozi Yoqub Xo'janing suhbatlari qildi yana kor, go'yo 100 yil burungi tarix mavzu bo'ldi ularga takror. Yangi chizgilar ila qayta yozildi ko'p bob, har bir bobi so'ngiga yetgach kitob qo'lda etilardi chop. Xalq kutardi kitoblarni, davralarning markazida ul qiyiqlarga tugilib belda bo'lar edi toza qo'lma-qo'l. Ulkan roman yozgan adibning ko'z o'ngida turar ko'p zotlar, gap tagida nimkosa bo'lgan, elga zuhum qilgan qayyotlar. Qodir ota, Yusufbek hoji, donishmandlik timsoli o'zi, o'zbek oyim, Josiyat bibi, dangal edi aytgan har so'zi. Otabekning prototipi Yoqub xo'ja ekani sirmas, jufti halollari mushu Zaynabxonni ayting kim bilmas. O'tgan kunlar sayqal topganda kattagina ro'monga do'ndi, Qodiriyga ato etgan baxt humo qushi boshiga qo'ndi.